Assalamu alaykum qarindoshlar. Men bugun sizlarga ikki kitob tavsiya qilmoqchi. Bir qadamda ikki kitob tavsiya qilishimning sababi shu. Bu ikki kitob mazmun jihatda birini to'liqlaydigan bo'lg'achqa va nihoyatda munosabatli bo'lg'achqa tavsiya qilishni, ya'ni bir qadamda tavsiya qilishni to'g'ri topdim. Kitobning birisi Uchar universiteti. Bu kitobni oldin qatim Uyg'ur tadqiqot institutidagi bir suhbatda qisqacha so'zlab o'tib ketdim. Kitobning mazmuni haqida gap qilg'im yo'q. Ammo men bu kitobni o'sha chet elda yashayotgan barliq Uyg'urlar cho'qim o'qib chiqishga tegishli kitob deb o'ylayman. Har bir oilada cho'qim birisi bo'lishga tegishli. Kitob polshiliklarning qanday kurash qilganligini, zodi qanday bedel to'lab, qanday bir tirishchanlik bilan o'zining davlatini qurganligini qisqacha jonliq aks ettirgan. Bo'libmi ularning ma'arif tutgan pozitsiyasi bizga haqiqatan o'rnak bo'g'idek bir sifatda. Bu haqda tafsiliy inchga to'xtalg'im yo'q. 200 yildan ortiq ba'zida germanlarning, ba'zida ruslarning mustamlik ostida qolgan polshiliklarning qanday qilib o'zining egilmas sunmas ruhi bilan o'zining milliy madaniyatini, kimligini qanday qo'g'daganligini va oxirgi hisobda o'zining davlatini qanday qurib chiqqanligini qisqacha so'zlab berdim. Bu kitobning menga favqulodda ta'sir qilishining sababi shu. Endi biz hammamiz bir kitob o'qigan vaqtda har vaqt o'qigan kitobdan o'zimizni izlaymiz. Ya'ni kitobga o'zimizning hayotini, o'zimizning atrofini, muhitini, millatini selishtirib turib o'qiymiz. Mana bu selishtirma ta'sirot menimcha hammamizning o'zimiz haqida qayta o'ylanishiga bir yaxshi fursat ta'minlaydi deb o'ylayman. Ular zodi qanday qilgan, hozir biz qanday qilyapmiz. Ularning o'zining taqdiriga tutgan pozitsiyasi bilan bizning o'z taqdirimizga tutgan pozitsiyamiz orasidagi farq zodi qanchalik. Mana shularni biz o'zimizga samimiylik bilan yuzlanib, shu kitob orqali bir selishtirib baxsak yaxshi javob berisha olamiz deb o'ylayman. Ikkinchisi Oq Laylagul davlatida degan kitob. Bu rossiyalik odamning kitobi, kitobning avtori kitob ustiga yozilgan. Grigoriy Petrov. Bu kitobni men 2-3 yil bo'ldi yaxshi. Men turkcha o'qib chiqqandan keyin, "Hey, bu kitobning uyg'urcha chiqqan bo'lsa" deb nihoyat umid qilgandim. Degandek bir qarindishimiz bu kitobni tarjima qilib chiqibdi. Men bundan nihoyat xush bo'ldim. Ammo shunday kitoblar bizga cho'qim tunishtirilishi lazım, biz o'qishimiz lazım. O'xshashli bu kitobni hammalarga kuchli tavsiya qilaman. Bo'libmi biz hozir ma'arifning urug'iga sal qarayapmiz. Bilib bilmay bolalarimizni maktabga tashlab qo'ysak yoki o'zimiz xohlagan bir o'qituvchini qo'yib qo'ysak, bolalar yaxshi o'qiyotdi, yaxshi tarbiyalanyapti deb o'ylab qolyapmiz. Ma'arif haqidagi tushunchamiz asli bulishga tegishli tushunchadan saviya jihatdan favqulodda yiroq. Ata-onalar bu jihatda o'zini cho'qim bir o'yg'otishi lozim. Mushu nuqtadan selishtirgan vaqtda 2-Dunyo urushidan keyin endi bir o'rmonchilik va yezigilik bilan shug'ullanan bir davlat mana hozir dunyodagi fan texnika jihatda eng oldingi taraqqiyot saviyasiga ulashgan. Kishi beshiga to'g'ri kelgan iqtisodiy kirma dunyoning eng oldingi qatoriga yetgan. Hatto hozir dunyoning ma'arifining eng yuksak pallasini yaratgan bir davlatga aylandi. Ya'ni Finlandiya. Finlandiya amaliyotda nüfusu 5.500.000 atrofida. Yer ko'lami aran 300 necha ming kvadrat kilometr. Mana bu shunday bir kichik davlat, shu qisqagina vaqt ichida dunyoning eng oldin qatoriga o'tadi. Hamda qanday o'tadi? Ularning tajribalarini biz nimalarni ola olamiz? Zodi ular nimalarni to'g'ri qildi? Mana shu haqdami bu kitobda bizga yetarli javob bor. O'xshashda bu kitobni o'qish davomida biz o'zimizni selishtirib baxsak bo'ldi. Ularning ziyolilari, ularning ish ustidagilar qanday tirishchilik ko'rsatdi? Xalq ular qanday moslashdi? Mana shularning hammasini ko'rgach, o'zimizga selishtirib baxsak, bizga bir ilhom manbasi bo'la oladi deb o'ylayman. Kitob haqida buni ortiq to'xtalmay, kitobning uyg'urchasi tepiladi. Qarindoshlarimizning bu kitobni bir o'qib chiqishini kuchli tavsiya qilaman. Hammaga rahmat.